Toshkentga Guardiola, Holland va De Bruynelar kelishadi, chunki Abduqodir Husanovning to'yi sanasi belgilandi. Manchester City uchun joriy mavsum oxirgi o'yin 25-may kuni Fulhamga qarshi bo'lib o'tadi. Keyinchalik jamoa birmuncha tanaffusga chiqadi. Aynan shu tanaffusga Husanovning to'yi belgilandi. To'y qanday bo'lib o'tadi deb o'ylaysiz? Fikrlaringizni izohlarga yozib qoldiring. Abduqodir hurmat qilib hammangni to'yga aytdi. To'yanani yig'laring, yana meni sharmanda qilmalaring. Holland, hammaga gavda qo'yaverma. Ular ko'pchilik, seni deb hamma joyimiz ko'karmasin yana. Grilish, o'zbeklarniki zo'r ekan deb bostirib ichaverma. Seni qaytarib olib kelisham bor. Yana birontang shahloga gap otsang asosiga tushirmayman. To'yni yondirib o'ynasalaring pul qistirishadi, yig'salaring yangi futbolchi olamiz. Abduqodir ham to'yiga aytdi. Guardiola to'yga to'yani yig'yapti. To'yni taktikalarini tuzib qo'ygan. To'yga Shahloyam kelarkan, De Bruyne Grilishdan xavotirda. Ish qilib Shahloga gap otmasin, hamma joyimizni ko'kartirib kelmaylik deb. Qodir bo'lsa meni kuyov jo'ralikka aytgan. Birinchi bo'lib menga osh yedirarkan. Ana endi yelka qo'yganlarni javobini beradi-da. Hozir hamma e'tiborimiz Abduqodirni to'yida. To'yni taktikalarini tuzib qo'yganman. Xotinim tashlab ketganda shu to'y bahona uylanib kelmoqchiman. Sizlar top futboliga obuna bo'lib qo'ysanglar, meni ham to'yimni Abduqodirnikiga qo'shib, qo'shaloq to'y qilib yuboramiz. Abduqodir meni to'yga aytuvdi, o'zbeklarning to'yi qiziq bo'ladi deb o'ylab ham o'tirmasdan rozi bo'ldim. O'zi menga kuyov jo'ra bo'ling aka deganda, qo'y uka nima qilasan, yana xotining tashlab ketmasin dedim. Lekin oshdan bosamiz, qo'y yog'lari bilan bir kun dieta qilmasak hech nima qilmaydi. Abduqodir ham o'ylanib zo'rg'a chaqirdi-da to'yiga. To'g'risi hamda kimni ham alkashni to'yiga aytgisi keladi. Glavnisi aytdi-ku, Qodirga bildirmasdan ichamanda, choynakka soldirib olaman, keyin hech kim bilmaydi. Ish qilib Holland bilan Pep qaytarib olib kelsin-da meni. Qodir gasini bos. Abduqodirga nega Realni formasiga imzo qo'ymading desam, Karlo tog'a xafa bo'lmang deb to'yga taklif qildi. Endi bitta qo'shni ko'tarib mayda to'yga boramizda. Bizadan to'yga Vini, Mbappe, Bellingham borar ekan. To'yda oshdan suzdirib olamanda oldimga Pepni chaqirib olib, comeback qilishni o'rgataman. Shu kunlarda siqilib qolgandi o'zi bechora. Abduqodirga chotidan olib qo'yganim uchun bir qoshiq qonimdan kech do'stim degandim, u ham o'ylab o'tirmasdan mujikchasiga to'yga aytvordi. To'ymisan to'y bo'ladi-da, men o'zim Mbappe bilan Viniga ichirib ularni gazini berib kelmoqchiman. O'zim bir burchakda oshdan bosib o'tiraman-da, qo'y yog'lari bilan. Hollandni ham oldimga chaqirib olaman. Abduqodir meni ham to'yga aytdi. O'sha kuni seni xafa qilib qo'ygandim, top bermay. Shuni to'yda yuvib beraman dedi. Holland ham to'yga borar ekan. U bilan birga oshlashamiz-da. Men Rudigerni olib boraman Hollandni oldiga. U ham sal sharmanda bo'lsin-da. Faqat men Qodirni qo'ltig'ida qolamanmi? To'yni yondirib brazilcha o'ynab beraman. Abduqodir kecha telefon qilib to'yga aytdi va men ham bajonidil to'yga borishimni aytdim. Shahloni ham kelishini eshitdim, zerikmayman-da gaplashib o'tiramiz. Hozir Vini menga brazilcha o'ynashni o'rgatyapti. To'yda davrani hech kimga bermaymiz. Abduqodir ham o'zi hammani to'yga aytayotgan ekan, uka men qolib ketibman-ku degandim. Endi aytmoqchi bo'lib turgandim. Ronaldo aka, axir siz mening ko'mirimsiz-ku dedi. Keyin mayli, faqat Messini to'yga aytma dedim. To'yga borsam o'zi hamma men uchun kelishadi-ku. Abduqodir kecha to'yga Ronaldoni aytibdi. Ukam nega meni aytmading desam, Ronaldo meni ko'mirim, u menga sizni aytmasligimni aytdi. Uzr endi aka, sizni ayta olmayman dedi. Ha mayli, aytmasa aytmas, meni Yamal aytadi to'yiga, lekin xafa bo'ldim.